Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli tinglovchilar, bugun yaqinda o'zim o'qigan bir kitob haqida gapirib beraman. Bu kitobni nashrdan chiqqaniga hali ko'p bo'lmadi, lekin do'konlarda ham, nashriyot sahifalarida ham ko'rishimiz mumkin. Oylik, haftalik eng ko'p sotilgan kitoblar bo'yicha birinchilikni bermay kelyapti. Ko'pchilikning qalbidan joy oldi. Bu Laylo kitobi. Laylo ushbu kitob o'zining yurakni ezuvchi dramatik voqealar orqali o'quvchini sobiq Yugoslaviya urush davriga, ayniqsa 90-90-yillarda Bosniyada yuz bergan genotsid va insoniy fojialar ichiga olib kiradi. Kitob real voqealarga asoslangan bo'lib, asar markazida bosniyalik musulmon qiz Laylo turadi. Urush paytlari hali voyaga ham yetmagan Laylo eng jirkanch va chirkin voqealarni o'z boshidan o'tkazadi. Bu qadar azoblarga u juda katta matonat va ilohiy mo'jiza sabab bardosh beradi. Ammo barcha zo'ravonlik, tajovuz va qiynoqlar uning sog'lig'i va ruhiyatida jiddiy jarohatlar qoldiradi. Laylo bosniyalik yuqorida aytganimizdek yosh qiz, hali voyaga yetmagan 16 yoshli qiz. Shu qiz o'z yoshligidan unaqa yaxshi oilada, bir baxtli holatda katta bo'lmagan, lekin taqdir taqozosi bilan urushni markaziga borib qoladi. Bu haqida hozir kitobning ichida o'zimiz belgilab qo'ygan ta'sirli jumlalarni ham o'qib beramiz. Batafsil tanishishingiz mumkin. Undan oldin kitobning muqovasidagi diqqatni tortuvchi jumlalarni o'qib bersam. Tajovuzga uchradik, qiynoqqa solindik, o'lasi qilib kaltaklandik. Uzoq vaqtlardan beri hech kim nega degan savolni bermasdi. Bu holat bizni aqldan ozdirayotgandi. Nima uchun bu yerda ekanimizni ham bilmasdik. Insonlar o'zlarini nega hayvonlardek tutishlarini tushuna olmasdik. Nega ular o'z birodarlarini qoniga tupurishadi? Bu savolga hanuzgacha javob topa olmadim. Har bir satr qon va ko'z yosh bilan bitilgan. Bu kitobni yuragingiz ko'tara olarmikan? O'qiganda yig'laysiz, yig'laganda jim bo'lasiz. Jim bo'lganda Layloning faryodini eshitasiz. Undan keyin esa xotirjam uxlashingizga kafolat yo'q. Yuragi bo'shlar o'qimasin. Laylo inson bolasi hech qachon boshdan kechirmasligi kerak bo'lgan jamiki azob uqubatlarni yashadi, biroq taslim bo'lmadi. Dahshatli kechmishni butun dunyoga so'zlab berdi. Shunchaki faryod bilan emas, qalblarni larzaga soluvchi haqiqat bilan. Bu kitob mutolaasidan so'ng hatto dushmaningizni ham kechirishga majbur bo'lasiz, ammo o'zingizni emas. Haqiqatda bu yerdagi qiyinchiliklar, bu yerdagi dard iztiroblarni o'qirkansiz, bu qiyinchiliklarni, bu jamiki dardlarni dushmaningizga ham ravo ko'rmaysiz. Chunki haqiqatda og'riqli. Lekin buni shunchaki o'qish bilan kifoyalanganingiz uchun o'zingizni kechira olmaysiz. Ya'ni Laylo bu yerda, ya'ni Laylo kabi kitoblarni asosiy dardi, bestseller bo'yicha bo'lib sotilishi, ya'ni bestsellerga aylanishining asosiy masalasi, asosiy nuqtasi bu Laylo kabi taqdirlar borligi. Ya'ni Laylo agar bitta bo'lganda u boshqa gap. Misol Layloni faqat o'zi bo'lganda, Layloni taqdiri faqat Layloda bo'lganda edi, bu boshqa gap. Biz faqat Laylo uchun achinarlik. Lekin Laylo kabi taqdirlilarning sanog'ini ko'pligi achinarli. Mayli, endi kitobga qaytamiz va kitobdagi jumlalarni o'qib beramiz. Laylo urush davrida boshdan o'tkazganlarini sudda gapirib beradi va uni Aleksandra Kavilus qog'ozga tushiradi.
Laylo o'zi kichik bir oilada ulg'ayadi, dunyoga keladi, ulg'ayadi va bir kun bobo buvisinikiga mehmonga boradi, o'qishga boradi. Ularnikida bir necha kun yashaydi, bir muddat o'sha yerda bo'ladi va keyin bir balo bo'ladi. U o'sha Layloning xolasi. Nimaga balo deyapmiz? Chunki Layloni boshiga tushayotgan qiyinchiliklar, dard va iztiroblar, musibatlar, bularning barchasiga bir ma'noda sababchi o'sha xolasi bo'ladi. Buni hozir o'qiymiz. Qara Laylo, urush boshlandi, dedi buvim derazadan tashqarini ko'rsatib. Shahar chetidan tutun va shovqin ko'tarilardi. Buvim yig'lar, mening ham ko'zlarimdan yosh quyulardi. O'sha kungacha urushni faqat tarix kitoblarida yoki Remboga o'xshash jangari filmlarda bilardim, o'qirdim, uchratardim. Hech kim dahshatni o'z boshidan kechirmaguncha idrok eta olmas ekan. Bu endi urush boshlanishi, hali 16 yosh qiz endi urushni muhtini endi ko'rayotgan qismi. Kunduzlari tinmay onamni o'ylardim. Bu xayol jilmaya olishimga kuch berardi, lekin tunlari o'zimni juda nochor his qilardim. Onam ertaga qo'ng'iroq qilarmikan, hammasi tez orada tugaydi qizim deb aytarmikan deb o'ylardim. Ammo u qo'ng'iroq qilmadi, chunki aloqa uzilib qolgandi. Urushda insonlarning halok bo'lishi tabiiy hol ekanini bilganim uchun ham sovuqqonligimni saqlab qolishga urinayotgandim. Ammo onamning menga qo'ng'iroq qila olmayotgani jonimga azob berardi. Bir kitobda bir qancha dardlar bor. Biri Layloni urushga tushishi, hali go'dak holatda, ya'ni go'dak deb ham bo'lmaydi, ya'ni hali yosh, 16 yosh qiz. Urush muhitiga tushib, zo'ravonliklarga uchrashi bir og'riq bo'lsa, 16 yosh qizini daraksiz, ya'ni qizidan darak yo'q. Qayerdaligini bilmaydi, o'likmi, tirikmi bilmaydi. Bu hol ham uni onasiga azob beradi. Ya'ni biri qizning og'riqlari bo'lsa, boshqa biri qizidan umuman xabari yo'q onani og'rig'i. Kitobda ya'ni parallel ravishda biri Layloni hikoyasi ketadi, boshqa tarafdan onasini hikoyasi ketadi. Ya'ni farzandini kutishi, har kuni farzandiga xatlar yozishi. Mana bu yo'lda o'qishimiz mumkin. Men onamni kutardim, onamni har kuni menga qo'ng'iroq qilib, qizim tez orada bu urushlar tugaydi deyishini kutardim, lekin aloqa uzilgan edi. Sirenalar chalingani zahoti yerto'laga qochib tushardik. Bu yer go'rdek qop-qorong'u, 20 kvadrat metrga yaqin joy bo'lib, avval qishki oziq-ovqatlar ombori edi. Endi bu xonada ayrim kunlari 20 yoki undan ham ko'proq kishi panoh topayotgandik. Negaki qo'shnilar ham yashirinish uchun shu yerga qarab chopishardi. Beayov bombardimonlar natijasida yerto'la ham silkinardi. Aksiga olib shamimiz ham yo'q. Hech kim churq etmas, ba'zilari esa yig'lardi. Eng kichik tog'am dir-dir qaltirardi. Onalar jonining boricha childirab yig'laydigan bolalarni yupatishardi. 2 tunni shu yerda ko'rpaga o'ranib o'tkazdim. Nafas olish uchun toza havoga chiqqim kelayotgandi. Bu o'sha bobo buvisiga ketgan o'qish uchun o'sha yerda bo'layotgan hodisalar. Hujumlar tugar-tugamas yana kundalik voqea hodisalardan gaplasha boshlardik. Shunchaki sirena chalindi deya ovqatimizni sovutmasdik. Vaziyat biz uchun qachon xavfli bo'lishi mumkinligini savqiy tabiiy hosil bo'lgandi. Ya'ni
portlash ovozi qanday eshitilayotgani va shiddatidan birorta binoga urilgani yoki urilmaganini payqay olardik. Holat qanday bo'lmasin, ma'lum bir vaqt o'tgach inson moslashadi. Ya'ni hozir urush atrofda bo'lyapti, lekin hali bulargacha kirib kelgani yo'q. Ya'ni bular shahargacha kirib kelmayapti. Yaqinroq qishloqda, yaqinroq shaharda bo'lyapti va o'sha bombaning ovozidan, o'qning ovozidan, yerning qimirlashidan bular o'sha hatto ovqat yeb o'tirgan joyda ham bu haqda gaplasha oladigan darajaga keldi. Ya'ni qo'rquv bir ma'noda pasaydi. O'rganib qoldi. Bu nima? Erta tongda qo'rqqanimdan to'shagimdan sakrab turib ketdim. Tashqaridan otishma va portlash ovozlari eshitilardi. Quloqni batang qiladigan sirenalar chalinardi. Yadrolarning oh faryodi yuqori qavatgacha eshitilardi. Derazamning shundoqqina ostida qum qoplarining orqasiga yashiringan askarlar o'q uzishardi. Bu yerda nima bo'lyapti deb vahima ichida xolamdan so'radim. Ammo u nihoyatda dahshatga tushib qolgandi. Bolasini yupatishga urinayotgandi. Tashqariga qaraganimda qo'rqqanimdan hushimdan ketib qolay dedim. Bir zumda dushman burnimizning tagiga kelib qolgandi. Yuzi, og'zi, burni, quloqlari va ko'zlari aniq ko'rinadigan darajada yaqinimizda. Ya'ni boya aytdik-ku, yonidagi shaharda, balkim undan uzoqroqdagi qishloqda, shaharda bo'layotgan jang endi ularning oynasining tagida sodir bo'lyapti. Bu lekin hozir bobo buvisining uyida emas. Bobo buvisining uyida yurganda xolasi, ya'ni onasining xolavachchasimi, amakivachchasimi, xullas xolasi keladi. Uzoqroq qarindoshi keladi va Layloni uyiga olib ketishni taklif qiladi. Meni uyimga yur, 1-2 kun aylanib o'ynab kelasan. Rozi bo'ladi va o'sha xolasining uyiga keladi. Va jamiki bo'ladigan voqealar shu yerda boshlanadi. Mani kitobni oxirigacha o'qishimga sabab bo'lgan sabablardan biri aynan mana shu xolasi. Xolasi Layloning boshiga tushgan jamiki musibatlarning sababchilaridan biri. Va bu jinoyatchi, bu aybdor o'z jazosini oladimi? Shu savol qiynaydi. O'sha tun mijja qoqmadim. Otilgan raketalarning yolqini uzluksiz ravishda xona ichini yoritib turardi. Bu kitobni hammamiz o'qishimiz kerak. Chunki biz erta tongda xotirjam uyg'onishimiz, tinchlikda uyg'onishimiz eng katta ne'mat. Tasavvur qiling. O'sha tun mijja qoqmadim. Otilgan raketalarning yolqini uzluksiz ravishda xona ichini yoritib turardi. Biz bemalol kechqurun yotog'imizga yotib, boshimizni yostiqqa qo'yib uxlashimiz va erta tongda bemalol xotirjamlikda, tinchlikda uyg'onishimiz biz uchun katta ne'mat ekanligini shu kabi jumlalardan his qilishimiz mumkin. Yaratganga hamdlar bo'lsin. Biz tinchlikdamiz. Bugungi kunda ba'zi insonlar osmonimiz musaffo deya, ya'ni qo'shtirnoq ichida sarkazm qilishadi. Ular tinchlik ne'matini hali his qilishmagan. Va mana shu kabi kitoblardan ular his qilishlari mumkin. Boshimning ichida nimadir to'xtang, iltimos, bularning hammasi tugasin.
endi deb yolvorardi. 5 daqiqadan keyin politsiya markazida edik. Hali idoraga kira-kirmasimizdan Narmin xola achchiq-achchiq yig'lay boshladi. Bir mahal boshni ko'tarib politsiyachilarga erim ham sizlar bilan bir tarafda turib jang qilyapti. Shuning uchun meni va bolamga qo'pol munosabatda bo'lsangiz javob berasizlar deb do'q qildi. Ularni ayblay boshlaganda men haqimda so'z ham ochmadi. Politsiyachilarning bittasi ajablanib mening kim ekanligimni so'radi. Narmin xola xuddi pulemyotdan o'q otgandek tez gapirib, men kecha yarim tunda tasodifan uyga kelganimni, otishmadan qutulib qolish uchun yashirinadigan joy qidirganimni aytdi. Bu qizni umuman tanimayman, u menga begona deya hayqirdi. Bularni aytayotganda ko'zlarimga tik qarab turardi. Butkul esankirab qoldim. Qayta nafas olganimda keyingina yolg'on gapiryapti. U menga xola bo'ladi deb baqirdim. Men emas, u aldayapti deb baqir-chaqir qildi. Qarindoshim bir zumda shayton qiyofasiga kirgandi. So'zlariga bu qizning kundaligini ko'rsata olaman. Unda bu qizning xoin ekaniga doir yetarlicha dalil topa olasiz dedi. Ya'ni Layloni yon daftari bo'ladi, kundaligi va unga urush tafsilotlarini yozib boradi. Bugun 28-aprel erta tongdan o'q ovozini eshitdim. Taqriban bu 2 kilometr uzoqda otildi. Gazetada shunaqa xabarlar o'qidim, radiodan shunaqa xabarlar eshitdim. Yaqinlarim urush tugash haqida bunday dedi, kabi o'zi xohlagan, o'zi yozishni biladigan darajada kundaligiga bir ikkita jumlani yozib yurardi, ya'ni har kuni vaqt topganda. Va o'sha Narmin xolasi militsiyaga sizlarga uni kundaligini ko'rsatishim mumkin va uni dushman ekanligiga yetarlicha kundaligida dalil bor, dalil topasiz deydi. Laylo bu yerda hayron, o'zimni xolam, uyiga taklif qilgan qarindoshim qanday meni sotib yuboryapti deb hayron. Bu josus deb javob berdi politsiyachi. Baqaloq qorovul mudhish bir nafrat bilan yuzimga qulochqashlab musht tushirdi. So'ng uzun sochlarimdan tutamlab boshimni bir necha marta temir pechkaga urdi. Keyin hech narsani sezmay qoldim. Layloga qilinadigan zulmlar boshlandi. Mast odamdek gandiraklagancha ko'cha bo'ylab yurib ketdim. Ko'p qavatli uyning qo'ng'irog'i ustidagi ismlarga boqar ekanman, hamma narsa ko'zimga juft bo'lib ko'rinardi. Yaxshiroq ko'ra olish uchun shishib ketgan ko'zlarimni pirpiratdim. Nihoyat Zarinning qo'ng'irog'ini topdim. Bu bir dugonasi bo'ladi va uni uyiga 1-2 kun tunagani qo'nim topadi. Avtonom bo'linma istalgan payt eshikni sindirib, ichkariga bostirib kirishi mumkinligini, ya'ni o'sha bular ya'ni tutqunlikda va o'sha tutqunlikda ushlab turgan jangchilar bularni uyini eshigini xohlagan payti buzib kirishi bularni iliklarimizgacha titratardi deb bayon qilyapti. Ya'ni avtonom bo'linma istalgan payt eshikni sindirib, ichkariga bostirib kirish mumkinligini his qila olishimiz iliklarimizni titratardi. Ertasi kuni tong yorishib, quyosh chiqqan pallada ham
nima qilishni o'ylab o'yimizga yetolmadik. Qornimiz ochlikdan g'o'ldirayotgan bo'lsa ham tamaddi qilib olish haqida unutgandik. Faqat juda chanqigandik, tomoqlarimiz qurib qolgandi. Uyda esa suv yo'q. Zarin toshdek qotib qoldi, so'ng ko'ksidan orqasiga o'girildi-da, hamon tarafga qarab qochdi. Nega bunday qildi-ya? 3 askar uning orqasidan yugurdi. Qizga yetib olib do'pposlay boshladi. Etiklari bilan boshiga tepishdi. Yuzidan chandig'i bor kishi qurol o'qtarib, yer parchim bo'lib yotgan dugonamning qorniga o'q uzdi. 16 yoshda edik. Hayot haqida nimani ham bilardik. Ota-onamiz bilan real hayotga yaxshi tayyorlay olishgandi. Dunyoda shunday vahshiy odamlar bo'lishi mumkinligini bizga aytmagandi. Zarin imranardi. Ey Xudoyim, og'riqdan baland ovozda ingrayotgandi. Nega bunday qilding deb baqirdi bosqinchilardan biri chandiqqa qarab. Men hech narsa qilmadim, dedi qotil o'zini himoya qilib. Endi uni qanday olib boraman, dedi Nargisa. Olib borishga majbur emasmiz, uni dedi chandiq. Uchinchi ularni gapiga aralashmadi. Daffatan bilganimdan siqib meni zinapoya tomonga sudrab ketdi. Eshik ochiq qolgandi. Pastga tushganimizda 2 marta o'q ovozi yangradi. Men bir mashinani orqa o'rindig'iga qopga o'xshatib otib yuborishdi. Zarinni do'pposlagan 2 qotil 2 yonimga o'tirdi. Joningdan umiding bo'lsa, bu haqida biror kimsaga og'iz ochmaysan, deb po'pisa qildi. So'ng jim qolishdi. Shu joyda bir tasavvur qiling. Qarshingizda yaqin bir do'stingizni vahshiylarcha do'pposlab va kamiga uni otib tashlab, so'ng sizni ham sudrab pastga olib tushib, mashinaga qopni otganday otib, yoningizga o'tirib olishlari. Nimani his qilardi shu o'rinda? Nimani his qilardingiz? Siz nima his qilardingiz? U yosh 16 yosh qiz nimani his qilyapti? Tabiiyki, suhbatni boshida aytganimizdek, dushmaningizga ham ravo ko'rmaysiz bunday holatni, bunday hodisani. Ichim bo'sh edi. Vahima yo'q, ko'z yosh yo'q, hech narsa yo'q edi. O'zim ham oxir oqibat dugonamga o'xshab o'lib ketishimga amin edim. Aslida urushning boshlanganini Zarinning o'limidan keyingi chin ma'noda idrok etdim. Ya'ni ochlik kitobida aytgandek-ku, ochlik ma'lum bir nuqtaga boradi va u unutilishga boshlanadi. Ya'ni ochlikni his qilmay qo'yasiz. Mana urush ham shunaqa bir nuqtaga yetib keldi va Laylo hech nimani his qilmay qo'ydi, ya'ni bir ma'noda. Hali davom etadi bu narsalar. Ichim bo'sh edi. Vahima yo'q, ko'z yosh yo'q, hech narsa yo'q edi. Ya'ni hech nima his qilmay qoldi. Dugonasi yonida o'ldi va uni o'ldirganlar yonida o'tirib ketyapti birga. Ko'zidan bir tomchi yosh oqmaydi. Chunki nima deydi? Sovuqqon bo'lib qoldi. Ya'ni yig'lagani bilan foydasi yo'q va ko'z yoshlar endi chiqmayotgandi. Va urushni boshlanganini dugonam Zarinning o'limidan keyin tushunib yetdim. Kun botgach, xuddi qo'ylarday badbo'y qo'ramizga qaytardik. Har bir ayol angarda yotishga joy qidirardi. Avvalroq kelganlar tagiga biroz samon to'shab olishga imkon topardi.
aqlingiz shoshib qolgan bo'lsa ajab emas. Bu hozirgina qayergadir olib ketilayotgan edi. Hozir esa angarda. Nima bo'ldi? Qanday u angarga kelib qoldi? Bu haqida kitobda o'qisangiz batafsil tushunib yetasiz. Men shunchaki og'ir joylarini o'qib beryapman. Qornim ochlikdan burab og'rirdi. Oxirgi marta qachon nima yeganimni ham eslay olmayman. Bizga qachon yegulik berishadi deb so'radim yonimdagi ayoldan. Kutishni o'rganishing kerak dedi u menga. Shu payt qorovullar aravadan non olib kelib tarqata boshlashdi. Soqchi o'zining xohishiga qarab har kimga bir yoki 2 bo'lak non berardi. Barmoqlarim bilan nonni ko'karib, mog'or bosib ketgan joylarini tozaladim. Qachon suv berishlarini so'raganimda non berganda suv bermasliklarini, suv berganda esa aksini qilishlarini bilib oldim. Yerga cho'kkalab o'tirgancha onamni o'ylay boshladim. Meni yana bir martagina bag'riga bosib solsa edi. Xudo ko'rsatmasin, boshimga tushgan ko'rgiliklar oila a'zolarimning ham boshiga tushgan bo'lsa-ya. Ya Robbim, o'zingga iltijo qilaman. Ularni panohingda asra deb duo qildim. Avvalgi tutqunlikda o'tayotgan kunlarimni sanab yurgandim. So'ng shunday vaqt keldiki, kun sanashni ham unutdim. Ya'ni boya uni mashinaga solib yo'lga chiqishdi-yu, ya'ni qopday meni otishdi mashinaga dedi. Xuddi shu mashina ularni tutqunlikka olib keldi. Tutqunlikda bularga har xil qo'pol muomalalar qilinardi. Ba'zida non, ba'zida suv berishardi. Non ham panglagan, mog'or bosgan edi. Ular yotgan joy eski bir kurkaxona deydi. Kurkaxona bo'lgan. Ya'ni o'sha kurkalar yashagan angar da yashashardi. Ular har kuni majburiy mehnat qilishardi va ertaroq qaytganlar o'zlari uchun issiqroq bo'lishi uchun samondan taglariga bir qancha solib, ozgina bo'lsa-da bir yumshoqroq qilib olishardi. Qiz aytibdi-yu, boshida o'sha tutqunlikdagi avvalgi kunlarimda kun sanardim. Bugun 1-kun, bugun 2-kun deb sanardim va shunday bir vaqt keldiki, men kun sanashni unutdim. Baribir foydasi yo'q ekan. deydi. Layloga hozir tutqunligidan-da og'riq berayotgan narsa onasining muhabbati, onasining sog'inchi. Va shu joyda ham kuch topadiki, yaqinlarini haqqiga duo qilishga. Yaqinlarimni boshiga meni kunim tushmasin, deydi. Tunlar uyqu va dam olish uchun emasdi. Ba'zida ichib mast bo'lib olgan 5-6 askar angarimizga shovqin solib kirib, og'ir kirza etiklari bilan duch kelgan joyimizga tepardi. Nima uchun tepayotganimizni, qolaversa kimni jag'iga tepganimizni ham bilmasdik. Ya'ni tunlari shunday eshikni ochib, askarlar o'sha bularni tutqunlikda ushlab turganlar kelib, o'zlarini o'sha kirza deydi, qalin rezinkadan bo'lgan o'ta chidamli etik bo'ladi. O'shanaqa kirza etiklar bilan bizni tepshardi. Nima uchun tepkilanayotganimizni va qolaversa kimni jag'iga tekkanimizni, ya'ni kimni g'ashiga, chig'iga tekkanimizni ham bilmasdik. Shunchaki o'zlaridan o'zlari kelib tepib ketishardi, do'pposlab ketishardi va buni uchun bir savol ham bera olmasdik.
Bu beayov tepkilar jangning qanday bo'layotganini taxmin eta olishimiz mumkin bo'lgan yagona ishora edi. Ya'ni og'riq qancha kuchli bo'lsa, urush shuncha ya'ni ayovlik bo'lyapti. Agar unchalik qattiq tepilmasa, demak urush yengilroq. Agar tepilmasa, askarlarning kayfiyati yaxshi, demak bularning hisobiga urush yaxshi ketyapti. Ya'ni shu ma'noda bilish mumkin jang qanday ketayotganini. Askarlar ba'zan angarlarning oldida bo'g'izlash o'yinini o'ynashardi. Eng insonni ichini g'ash qiluvchi joyga yetib keldik. Buning uchun bir yoki ikki asirni hovliga olib chiqishardi. Uning ortidan biz ayollarni ham tashqariga olib chiqishar, erkaklarning qarshisida turishga majburlanar edik. Oramizdan jasoratliroqlar iltimos, bizga buni ko'rsatmang, ruxsat bering, angarga kiraylik deb yolvorardi. Tabiiyki, zolimlar o'zlarini bu ko'ngil ochar ishlarini mahrum etishni xohlamasdi. Erkaklarni qiynab o'ldirishlarini tomosha qilishga zo'rlashardi. Boshini o'girgan yoki ko'zini yumgan ayol eng dahshatli qiynoq bilan yuzlashtirilardi. Shubha yo'qki, hatto hayvonlar ham o'z o'ljalarini bu odam sifat mahluqlardan ko'ra shafqatliroq tarzda o'ldirishadi. Soqchilar ov pichoqlari bilan mahbusning yalang'och ko'kragiga yarim oy va yulduzlarning rasmini chizishardi. Baqirganlarining tana a'zolarini, bo'g'zini kesishardi, ammo tez o'ldiradigan darajada chuqur kesishmasdi. Ba'zida kesilgan boshlarni ko'ptok qilib futbol o'ynashardi. Buni o'qish men uchun og'riqli. Buni o'qish va bu real voqea ekanligini tushunish, anglash men uchun og'ir. Endi 16 yosh qiz buni ko'zi bilan ko'rishi, buni tasavvur qilishda o'zi og'riqli. Bu kitobni o'qimang, ko'nglingiz bo'sh bo'lsa o'qimang. Tashqariga chiqinglar. Bu biz har kuni ertalab eshitadigan ovoz. Ish taqsimoti tugagandan keyin ham bizni hovliga ushlab turishardi. Bu yaxshilik alomati emasdi. Yana kimnidir bo'g'izlashmoqchi edilar. Qurbonni ko'rganimda tizzalarimning bo'g'ini uzilib ketgandek bo'ldi. Bu Samir edi. Uning yuziga qarab turishim uchun meni ataylab oldingi safga qo'yishdi. Nigohlarimiz qisqa fursat to'qnashdi. So'ng uning qorniga tushgan birinchi zarb ko'zlarimizni bir-biridan ayirdi. Askarlar Samirni tanib bo'lmaydigan darajaga kelguncha tepkilashdi. Oyoqda tura olmaydigan bo'lib qolgandan keyin ikki formali kimsa uning yelkasidan tutdi. Keyin bir askar Aliya Izzatbergovichning suratini Samirning oyoqlari ostiga tashladi. Uni sionistlarning rasmini toptashga majburlashdi. Samir buning o'rniga Bazur yashasin Basniya, Gretsagoniya dedi. Uning og'zidan qonli ko'piklar sachradi. Uni ushlab turgan ikki askar bu gapni eshitib g'azabdan quturib ketishdi. Bittasi to'pponchasini chiqarib Samirning chakkasiga qo'ydi-da tepkini bosib yubordi. Samir kim edi? Laylo bu muhitda hech kimga gapirgisi, hech kim bilan do'stlashgisi kelmaydi tabiiyki. Lekin Samir degan bir yigit bilan ozgina bir do'stona, samimiy muloqotga kirishadi. Lekin hech qancha o'tmasdan Samirni o'ldirishadi.
2 kundan beri oshqozonimga hech narsa tushmagani uchun ichchaklarim quldiray boshlagandi. 3-kuni ham hech narsa berilmagan taqdirda inson o'zidan o'zi nafratlana boshladi. Bu tuyg'ular yengish qiyin. Ochlik qornimni parchalayotgandi. 4-kun chindan ham yomon o'tdi. Oyoqda zo'r bazur turardik. Ba'zan shahar aylangani chiqqanimni va shokolad yeganimni tasavvur qilardim. Uyda onam tovuq go'shti va kartoshka qovurib meni kutayotgan bo'lardi. Xayolga shu qadar berilib ketardimki, nihoyasida go'yo to'yib qolgandek ham bo'lardi. Hatto najasning badbo'yligi ham menga qovurilgan kartoshka hididek tuyula boshladi. Qo'riqchilar 4-kun ham yegulik bermaganda xayol surishda majolim qolmagan bo'lardi. Askarlar ba'zan ko'zimizning oldida kolbasa va dudlangan cho'chqa yoki bizga battar ozor bermoqchi bo'lishardi. Ammo bir marta biz ayollarga ham qolgan qutqalar tegib qolardi. Oldimizga lovya, makaron qo'yishdi. Askarlar ehtimol g'alabani nishonlayotgandi. Tovuqlar yo'qsiz, ovqat esa qup-quruq edi. Ammo umrim bino bo'lib hech narsa bunchalik lazzatli bo'lmagan. Ya'ni 4-kun ovqat yemagan. Unga hatto misol och qolsak xayol qilamiz-ku biz ham qachonlardir yegan ovqatlarimizni. U ham onasi pishirib bergan ovqatlarni o'yladi va o'ylashni ham to'xtatdi. Endi unga najosatning hidi ham shirin tuyula boshladi. Kartoshkaning hididek tuyula boshladi. Va bir kuni askarlar kayfiyati yaxshiligida bularga lovya, makaron va yuvilmagan tovuqni taqdim etishdi. Va Laylo uni yegandan so'ng aytayotgan gap: umrim bino bo'lib hech narsa bunchalik lazzatli tuyulmagandi. Bir kuni bizni yana suv olib kelishga jo'natishdi. Har ikki tomonimizda pulemyot ovozi yangrab turardi. Bombalar boshimizning ustidan uchib o'tardi. Yer titrayotganda oldinga yana bir qadam tashlashga jur'at qilmay o'tirib qoldim. Chunki bir zumgina avval bomba parchalari 2 ayolning oyog'i va qorniga kirib ketdi. Askarlar yaradorlarning bizning angarga tashlashdi. Ularni o'sha yerda necha kunlab nola chekib yotishiga qo'yib qo'yishdi. So'ng chala o'lik holga kelib qolganlarni olib ketishardi. Har holda ularni olib borgan joylari shifoxona emasdi. Bular ya'ni o'sha tutqunlikda yotishmaydi-da, har kuni ish qilishadi, suv tashishadi, jangchilarga kartoshkalar artishadi, shu kabi og'ir mehnatlar bilan band bo'lishadi. O'ldirish ularni unchalik qiziq emasdi. Meni qiynashdan zavqlanishardi. Eng yaxshi ko'rgan o'yinlari rus ruleti edi. Bu miyamni dam oldiradi deya menga uqtirmoqchi bo'lishardi. O'yin uchun meni bir kursiga o'tqizib qo'yib, o'zlari stol atrofida o'tirishardi. Bunaqa holatda faqat o'tkir syujetli filmlarda ko'rgandim. Dahshatli sahnalar boshlangani zahoti televizorni o'chirib qo'yardim. O'yinda kimnidir boshi yelkasidan uchib ketishini bilardim. O'q to'pponchaning o'qdoni aylantirib, 6 o'qdan bittasi ajalingdir jonginam dedi. O'q degan odam bor. Va u to'pponchani shunaqa bir o'yin bor, endi kimdir bilmasa, 6 ta o'qdonning bittasiga, ya'ni o'qda 10 ta yo'q, 6 ta o'q solinadigan joyga bitta solinadi va aylantirib otiladi. Va 6 ta o'qdan bittasi o'sha o'tirgan odamni
ajali bo'ladi. Ya'ni 6 ta o'qdan bittasi tegadi va tamom. Har biri meni bir marta otib ko'rishi kerak edi. Rembo oxirgi bo'lib to'pponchani iyagimga tiradi. Temir sovuq edi, ammo butun vujudimdan sel kabi ter oqardi. Rembo ko'k ko'zlarini qisib tepkini bosdi. Endi o'laman degan sas miyamga bolg'adek urildi, lekin qutulib qoldim. Bundan xursand emasdim. Ya'ni endi Layloga farq yo'q. O'ladimi, qoladimi shunaqa bir nuqtaga keldiki, vahshiylar bilan rus ruletkasini o'ynashardi. Va u endi o'limi unchalik dahshatli emas edi Laylo uchun. Va tirik qolishi ham u uchun bir xursandgarchilik emasdi. Teshik qopqog'ini ochib, erkaklar boshimning Teshik qopqog'ini ochib, erkaklar boshimning ustiga yozilishardi. Ammo hech narsani his qilmasdim. O'limim yaqin edi. Bu bitta mahbuslik zonasida emas-da, har xil mahbuslik zonasida sotiladi. Bir joyda tutqunlikda saqlanadi, u yerdagi askarlar xohlagan ishni Laylo bilan qilishadi va arzimagan narsaga Layloni sotib yuborishadi boshqa askarlarga. Deylik, u bir pachka, ya'ni bir quti sigaret bo'lsin yoki bir shisha vino bo'lsin, Layloni sotib yuborishadi. Uni olib ketgan askarlar yana xohlaganlarini qilishadi, yana boshqasiga sotib yuborishadi. Bir nuqtaga keladi va Layloni bir o'raga tushirib qo'yishadi. Erkaklar yuqorida aytgandek teshik qopqog'ini ochib, erkaklar boshimning ustiga yozilishardi. Odam qanaqa bo'lish kerak? Aytdik-ku boya, odam sifat maxluqlar deb. Odam qanchalik bo'lish kerakki, 16 yosh qizni bunchalik toptash uchun qanaqa darajada hayvoniy bo'lish kerak? Hayvon ham bunaqa qilmaydi. Quturgan it ham uzog'i odamni tishlashi mumkin. Yo yirtqich hayvon ham uzog'i insonni yeb qo'yishi mumkin. Inson qanchalik bunaqa bo'lishi mumkin? Insonda ong bor-ku. Hammomdan chiqqanimda birdaniga qotib qoldim. Shu paytgacha ongli ravishda oynaga qarashdan qochgan edim. Ammo endi oradan bir yildan ko'proq vaqt o'tgach, nigohim tasodifan o'z aksimga tikilib qoldi. Xuddi sehrlab qo'ygandek ko'zguda aksimga boqdim. Bu men emasdim deb o'ylab qo'rqib ketdim. Boshqa birov emasmikan deya yuzimni chimchilab ko'rdim. Old tishlarimdan bittasi singandi. Qachon singanini eslay olmadim. Qolgan tishlarim qorayib, chiribdi. Sochlarim ham gullab ketibdi. Go'yo ustiga teri qoplangan ustaxonaga o'xshayman. Bu manzaraga qarash juda ham ayanchli edi. Ammo ortiq nigohimni oynadan uza olmayotgandim. Burnim katta ko'rinar, ko'zlarim kosasiga chuqur botib ketgandi. Murdadan farqim qolmabdi. Shundan keyin xuddi yirtqich hayvondan qochgandek oynadan qochib yurdim. Ko'zgudagi aksimga ko'nika olmadim. Ichimga mudhish bir qo'rquv tushdi. Odam o'ziga qarashdan ham qo'rqib qolar ekan. Yengliklarni suvga solar ekanman, onamning qiyofasini ko'z oldimda keltirishga harakat qilardim. Boshida qiyin edi. Uning yuz ko'rinishi butunlay unutib qo'ygandim. Ya'ni onasini sog'inib, uni endi shunaqa bir vazifasi bor, yengliklar, ya'ni usti boshlarini yuvadi. Ya'ni kiyimlarini yuvish bilan mashg'ul bo'ladi. Yuvayotib suvda onasini aksini tasavvur qilishni xohlaydi. Va lekin onasini qiyofasini tasavvur qila olmaydi. Chunki
1 yil, 2 yil bo'ldi onasini ko'rmaganiga. Va xotirasini inson og'ir mudhish voqealarni boshidan o'tkazgan inson xotirasini yo'qotadi. Laylo ham xotirasini yo'qotib, hatto onasini ham eslolmay qoladi. Inson onasini unutadigan darajada qanaqa qiyinchiliklar ko'rishi mumkin degan savolni bersangiz, o'zingizga bu kitobni o'qing. Laylo haqida biror yangilik bo'lmadimikan deya ukamga qo'ng'iroq qildim. Telefon go'shakdan portlash sadolari eshitilib turardi. Ukam yashash joylarini samolyotdan bombardimon qilayotganini aytdi. Opajon, shiddatli bombardimonning qoq markazidamiz. Uzluksiz o't ochiladigan ko'z ochmayapmiz. Ya'ni o't ochishlardan ko'z ocholmayapmiz. Bu Layloning onasini kundaligidan yozilgan jumla. Laylo haqida xabar topish uchun ukasiga telefon qilganda, telefondan bombardimon ovozini eshitadi. Shu haqida onasi yozgan. Endi bu yerda ya'ni jumlalar ko'p, har xil og'riqli jumlalar bor. Ularni hammasini o'qishga vaqt yetmaydi. Oxiridan shaxsan o'zim juda ko'p kutgan jumlani o'qib beraman. Ko'zimizda duv-duv yosh oqar. Ammo Layloning yig'layotganini eshitganimda ichimda bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu Laylo bilan onasi yana topishgani, yana qo'ng'iroq bilan o'sha qo'ng'iroqlashgani haqida xabar beradi. Ya'ni ona o'z farzandini topdi, Laylo esa o'z onasini. Va oxirida yana bir jumla bor. Bularni barini yengib o'ta olganim uchun o'zimni baxtli his qilardim, deydi Laylo. Laylo og'riqli, ta'sirli kitob. Buni yosh qizlar o'qishi kerak. Nima uchun? Hayotga shukronani oshirish uchun. Bir ma'noda yosh qizlar boshidan o'tkazayotganlarini his qilish uchun o'qishimiz kerak. Endi kitob haqida fikrim yaxshi kitob. Kuchli yozilgan kitob, o'qish kerak, lekin oxiri biz kutganimizdek emas. Ya'ni oxiri unchalik to'g'ri biz kutgan narsa bor. Aybdorlar jazosini oldimi? Ona o'z farzandini topdimi? Laylo onasini topdimi? Yana bag'riga bosdimi? Shu kabi savollar bor edi. Ular bir ma'noda javobini topdi bu savollar, lekin kitobning oxiri ozgina chaynatilgan. Ya'ni bilmadim, yozuvchi kitob sahifalarini ko'proq bo'lishini xohlaganmi yo boshqa bilmadim, lekin kitobni ozgina oxiri unchalik bir ta'sirli yoki ya'ni olib qochilgan, boshqa ko'chalarga o'tgan, boshqa ko'chalarga yetaklaydi sizni. Xullas oxiri men kutgandek bo'lib chiqmadi. Shuning uchun kitobni 5 ballgacha bo'lgan baholash tizimida 3 ball bilan baholayman. Lekin o'qish uchun tavsiya qilaman. Laylo og'ir, lekin o'qilishi shart bo'lgan kitoblardan biri. U sizni kamida bir necha kun tinmay fikrlashga majbur qiladi. Shuning uchun o'qib ko'ring. Tavsiya qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tinglaganingiz uchun tashakkur.